daryo toshqin suvlar. Gulnora xola-ku? Otabekjonmi? Assalomu alaykum Gulnora xola, yo'l bo'lsin. Va alaykum assalom. Salimim maktabga navaram o'qiydi. O'ch qolib ketgandir. O'shanga aqo't aytaman. Xo'p, yuring birga boramiz unaqaga. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum ustoz. Yaxshimisiz? Xola yaxshimisiz? Xush kelibsizlar. Aha, qo'lingizga nima? Tezmi? Nimalar olib kelyapsiz? Gulnora xolaning nabiralari sira yo'q ekan. Och qolib ketganmi deb ovqat keltiryapmiz. Obbo Otabekjon, o'zingiz kelib yaxshi qilibsiz-ku, lekin dasturxonga hojat yo'q. Bizda shundoq ham o'zi zamonaviy oshxona bor. Yuringlar, tanishtiraman sizlarni. Otabekjon, mana bu bizni maktabimizning oshxonasi. Mana bu maktabimizning oshxonasida 600 ga yaqin o'quvchi bir vaqtda ovqatlanishi mumkin. Bu zamonaviy oshxonamizda bolalarimiz maza qilib shirin-shirin ovqatlarni yeydilar. Gulnora xola, siz nevarangizni ovqatlanishidan xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Otabekjon, har yili bitiruvchilarimizni 100% oliy ta'lim muassasalariga kiradi. Shundan 80% dan ortig'i grant asosida o'qiydi. IELTS, TOEFL, SAT va milliy sertifikatlar uchun ham professional tayyorgarligimiz bor. Ustozlarimiz tajribali, yotoqxonalarimiz shinam. Bolalar 24 ga 7 nazorat ostida doimiy video kuzatuv ostida bo'ladi. Qisqasi bu yerda bolangiz nafaqat o'qiydi, balki to'liq rivojlanadi. Ustoz, men farzandlarimni sira o'qitmoqchiman. Qabul qachondan? Qabulimiz 12 aprel kuni soat 8:00 da boshlanadi Otabekjon. Olib kelaman unda. Mat akademiya